Fakat Napolni Fankoli bor. Fankoli cross kuchga bo'linadi. Mana bor, Total Hit Cold Water degani u kuchi, to есть kilovatr. 108 bizda 207 dan boshlab 702 gacha bor Napolni Fankoli. Fankol o'zi sizga hech narsa qilib berolmaydi. Uning ichida hech narsa yo'q. Unda, грубо говоря, radiator и ikkita ventilyator yoki belka bo'ladi. U o'zi, misol uchun, teplovой nasossiz yoki chillersiz yoki gaz kotelsiz sizga isitib berolmaydi ham, sovutib berolmaydi ham. U, грубо говоря, ventilyatор, ну, так, совсем грубо говоря, ventilyatор desa bo'ladi. Да, u qo'yish kerak. Да, qo'yish kerak, turba tashlash kerak. Дренажка. Napolni Fankoldan tashqari, xudo xolasa, oktyabrda bizga kanalli Fankoli keladi. Fankoli ham o'zi ikki xil bo'ladi. Ikkita turbali yoki to'rtta turbali. Bizda faqat ikkita turbali keladi, chunki bizda faqat bitta kontur. Yo isitadi, yo sovutadi. To'rttali bu chillerlarga qo'yiladi. Misol uchun bitta chiller sovutishga ishlaydi, ikkinchi chiller isitishga ishlaydi. O'shanda Fankoli to'rtta kontaktdan to'rtta truba bilan chiqadi xullas. Hozir teplovой nasos bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol bu yerda odamlar bor, который o'rnatgan, eshitamoqda. Hozir savol berish ta'minda o'zida maqsad beradigan hozir ishlar ko'paytiryapti. Ular aytaylik mana bo'larga ham ishlaydi-yu, yoqishda endi politsda yozishda to'rtta homon bo'ladigan bo'lsa, to'rtta homon uchun sizda bo'lsa, endi masofalar sizda bor. Kanserlarni o'rniga ham sovutadigan qilsangiz foydali bo'ladi. Qancha kanser qo'ymaydigan massaj beradi. Endi hozir masalan yozda ham suv isitib, ham sovut berishning holati qanaqa ishlaydi? Aholi turi, birinchi o'rinda g'o'za isitadi. G'o'za isitadi, keyin sovutishga o'tadi. U maksimum teplovой nasos 5 gradusgacha suvni tushirib beradi. 5 gradusdan past уже suv yaqin qolishi mumkin. Уже topmaydi yaxshi suv. Yo'qmaydi. Да, 5 gradusgacha. Bunu hisoblaymiz. Yo'q, biz 5 gradusga tushiradi. U o'zi yaxshi konditsionerlar, mana yaxshi sifatli konditsionerlar 205 gradusga tushiradi. Anaqa dachka bo'ladi-yu, chiqarayotgan havoni tekshirsangiz, u kamida 3 gradusdan 6 gradusgacha bo'lishi kerak. Bu konditsionerlarda freon yuradiganda. Arzon konditsionerlar mana sotilgan $100 katta konditsioner bor. Xuddi 10 gradus, 12 gradus chiqaradi. Bu 5 gradus suvni tushiradi, faqat trassadan o'tadi, 6 gradus, 7 gradus chiqaradi havoni. Xo'p, okalar, yana savollaringiz bormi? Agar savollaringiz bo'lsa, ujunga hammamiz o'tiramiz, davom ettiramiz. Bizda sovg'alarimiz bor, o'sha sovg'alarni tarqatamiz. Hammaga rahmat. Hayır, biz endi teplovой nasos bo'yicha seminarda tugatib oldik.